Bishkek shahri tog'lar bilan o'ralgan joy ekanda. Mana bu yerga kelib, mana tog'ning chekkasiga keldik. Shunaqa muzdek havo. Hozir bizda salkam 30-35 gradus bo'lsa kerak. Bu yerda 19 gradus. Qarang, muzdek. Mana maysalar bilan akamizni qo'rasiga kelganmiz. Mana aka bu sportivniy qo'ylar ekanda endi. Tog'da mana o'zing ko'rding. Tog'da yurgan. Ha, bular navjivaymiz. Yugurib yurgan qo'ylar. Nima tog'da yuradilar. Sportivniy qo'ylar ekanda mana. Shu yerda akamiz ham mana rivojlantiryapti. Ana o'zlar. Quyosh to'sib qolarkan buni. Mana qo'zlar, yarichkalar. Aka bu qaysi qo'chqorning bolalari bular? Atasi turadi. Mana mong'roy fasla, mana yarachka. Mana u? Buna yarachka deydi buna. Ha, yarichkalar. Uchastik zo'r. 2,5 oylik, 3 oylik mı qo'ymu. Sizlar ham Çöp jim-jivit. jim-jimit. Hechtaga jivit hozir. Topka joy. Mana Arashan tog'da yuradimi degan savol bo'ladi. Mana. To'g'rimi? Yo'q. Chist buna pazbishdi. Hozir bizga yarkamini o'ylanam. Yarachkalar. O'zbekistonda ko'pchilik aytishyapti, Arashan tog'da yuraladimi deyapti. Buna. Shuning uchun ham keldim, ate tog'da yuradigan Arashan deganingiz uchun. Ana. Kalgi matka ligasi meni. Masaro. Ko'rishdim yarkalardan o'shalikcha azamat og'a. Shu ko'rsatdi, yarkalar qimmat bo'lgan, arzon bo'lgan. Aytishlarga javob berdingiz. Yarkalardan ne ko'rsatingda qaysi yarka o'zi? Mana o'sha. O'sha Qaysini? mana o'sha. Cho'ng yarka ekan. Cho'ng yarka, kaxtada hamda cho'ng bor. Nerga taqmaq qiladi? Mashina oling, mashina. To'xta mana. Bo'y 90 plus bo'ladi. Pastga qarab. Ha, dummas. Shu, bular serjaqqa qarasa, bular 90 plus bo'ladi bular. Spokойно. Ha. Yo'q, bo'ldi, bo'riya kechalar. Bo'ri. Mana zo'r edi mashina. Al, jinsi sarg'ayat al. Dummas qani, razrez bormi? Hech bir shu, men olaman mana. Qaysi? Qani. Bu qaysini qizi, mo'y? Qaysi mo'y? Yo'q.